Assalomu alaykum. Bugun 1-oktyabr. Hamma ustozlarni bayramlar bilan tabriklayman. Hamma niyatlaringizga yetinglar. Oila farzandni kamolini ko'rish hammaga nasib qilsin. Bugungi kun bugun bayram bo'lsa ham uy ishlari jarayonida davom beryapti. Bayramga qaramasdan ham bu işleri tez amalga oshiryapti. Endi men bilmadim, maqsad mani o'zimning fikrim, maqsad bu yerda buni tez buzish. Mana shuncha buzgan bo'lsa ham hozir mana 6-qavatni buzyapti. 5-qavatdan pastdagi qavat hammasiga biron joyi yorilgani yo'q. Hammasi yaroqli turibdi. Shuncha murojaat qilgan. Gazdan mutaxassislari kelishi kerak edi. Nasib bo'lsa erta kelaman deb va'da bergan. Inshaalloh erta kelsin. Hamma joyni bir o'rganib chiqsin. Mana shuni iltimos qilar edim. Mana shu ishlarni vaqtincha to'xtatsin. Kim mas'ul bo'lsa o'sha to'xtatishni so'rayapman, iltimos qilyapman. O'rganib chiqsinlar hamma joyni. Bu havlini qaranglar. Odam tinchgina yashab yurgan o'yinni shu darajaga keltirib farzandlarim aziyat chekyapti. O'zimiz hammamiz qo'shnilar bo'lmasa shu qavatga to'xtatib o'rganib chiqsin. Iltimos qilaman. Buni shoshib buzib nima kerak? Mana og'ir sanoat loyiha bergan tashkilot o'sha bitta mutaxassis bitta shogirdi bilan kelib o'rganib chiqib, ular zakazga to'xmat desam ham hech kim ishonmayapti. Shunga mas'ul bo'lgan tashkilotlardan iltimos qilar edim, hali ham bir o'rganib chiqinglar. Gazga yangi rahbar kelgan, ko'rsatsin o'zlarining ishlarini, kelib bir tekshirsinlar. Laboratoriya bilan nima bo'lsa ham farqi yo'q. Bu og'ir sanoat loyihaning xulosasiga qaraganda allaqachon pastdagi qavatlarni buzish kerak edi. Shu darajaga mustahkam desam hech kim inobatga olmayapti. Prezidentimiz agar bu narsani bilganiga bunaqa ishga yo'l qo'ymas edilar. Prezidentimiz iltimos mabodo pozitsiyaga yetsa mana shuni to'xtating. Iltimos mana shu pastni tekshirib chiqsin. Odam hayoti uchun xavfli deb aytuvdi. Bu xulosasiga qaraganda. O'sha xulosa bo'yicha buzishga tushgan bizlar joy. Buni qurgan payt o'sha shohdan oldin turist joylarini ko'paytiringlar deb aytgan edi. O'shanga qarab bizlar harakat qilgan. O'sha payt tuman hokimlari bizlarga ko'makdosh bo'lgan. Shohdan oldin mana shuni tezroq qil deb. Mana shuni shunday qilganman. O'shanga iltimos, mana shuni to'xtatinglar. Bir tekshirib chiqsin. Hammani vaqtini olganimga menga tarafdor bo'lganlarga hammaga rahmat. Mana shuni agar like bossangiz, bu ko'p odam ko'rsa, like bossa yaxshi bo'lardi. Ko'p odam ko'rsa prezidentlarimiz quloqiga yetib boradi deb umid qilib mana shu murojaatimni qildim. Rahmat.
Halen keçenimiz. Bunu bir tekşirip çıksın. Hani iyi gittiler. O hakikatini aytdilar. O'sha og'ir tanada qani olib kelish kerak ko'rsatsin. Qani o'sha yorilgan joyi. Şu Hurmat departamentimiz ve prezident tanışlarıga iltimos qiladi. Mana shuni prezidentimizga yetkazinglar, ko'rsatinglar. Nahotki shunda darajaga yetgan bo'lsa tuzar. Menga alam qilgani o shuncha pulni topib mana shu uyim bunaqa vahshiylik bilan buzildi deb hech o'ylamaganman. Tinch zamonga yashab tadbirkorni quvvatlab turgan payt